Web sahifamiz kiriladi. U yerdan sozlamlar bo'limiga o'tiladi. Undan so'ng yuqorida asosiy sozlamlar degan bo'lim bor, shax kiriladi. O'shanda bizdan QR kodli IP ile terilgan joyi chiqadi. Hop, telefonimizdagi kassadan yuqori burchakdagi chizuvchiga kiriladi. Shundan so'ng sozlamlar degan bo'limga kiriladi va mobil orqali narx yoziqlarni chop etish bo'limiga kiriladi. O'shandan URL degan joyga mana bu yerda ko'rsatilgan URL 192 ning teriladi. Hop, 192 168 0 193 43 120. Menda bunaqa terilgan. Sizda o'zingizniki bo'ladi bu, bir xil bo'lmaydi meniki bilan. Undan keyin mana bu token deganni Telegramdan yuborib, bu yoqqa joylash kerak bo'ladi. Tokenimizni. Demak, men tokenni joylab oldim, URLni terib oldim. Mana bu tokenni joyladim, mana bu URLni terdim. Xo'p, undan so'ng mana saqlash va ulash tugmasini bosaman va razрешить tugmasini bosaman. Tekshirilmoqda deb yozadi. Xo'p. Tekshiruvdan o'tgandan so'ng tekshirish tugmasini bossam, mana ulandi deb yozdi. Ulandi degan yozuv chiqdi. Tekshirishni bosib tekshirib olamiz mana ulanganligini. Xo'p, endi hozirda bu Wi-Fi xuddi shu bir xil joyda, bu monoblok bilan bir xil joyda ishlayotgani uchun bemalol printerimizni ulab oldi. Printerimizning o'zini Wi-Fi yo'q, faqatgina USB orqali ulangan bunga. Xo'p, endilikda hozir printerdan chop etishni ko'ramiz. Printerdan chop etish uchun birinchi bo'lib menyuga kiramiz, narx yorliqlar degan bo'limga kiramiz, mahsulotimizni qidirib topib olamiz. Qaysi mahsulot chop etmoqchimiz? Misol uchun suvnikini. Xo'p, nechta kerak bo'ladi? Nechta yorliq? Bitta, ikkita, uchta yozamiz. Masalan, ikkita yorliq qo'shish tugmasini bosamiz. Undan so'ng chop etish ustiga bosamiz. Bizda mana bu profilimizda yasalgan, mana bu yerdan sozlamlardan narx belgilarida mana bu yerda yasalganligini bu yerda shablon bo'lib chiqadi bizada. Shundan so'ng mana shu keraklisini biz o'zimizga mosini tanlaymiz. Qaysi birini mana bunga moslab yasagan bo'lsak, shuni tanlaymiz bu yerdan. Mana karton deb yasalgani bor ekan. Bu yerda mana printerimizni avtomatik topdi, 370B modeli. Shundan so'ng chop etish tugmasini bosamiz. Mana chop etish bosdik, ikkita chiqazib berdi bizga. Xuddi shu tartibda ishlatilaveradi.